Ushbu videomiz aynan andijonliklar uchun. Akalar, ertalabda bitta avariyani guvohiga aylanyapmiz. Va qoidaga amal qilmaydigan ba'zi bir shofyor va piyodalar uchun ham tegishlidir. Ko'pchilikning xabari bo'lsa kerak. Piyodalar o'tish joyiga kameralar o'rnatilgan va ushbu kameralar har bitta piyodaga yo'l bermasangiz 412 ming so'mdan ishtirafda shaqillatyapti. Qonli akalarimiz, eshtinglar, videoda o'tkazib o'rmanglar, iltimos. Ko'ringlar mana. Ehtiyot bo'lamiz. Kameramizni ham hozir ko'rsatib beraman. Mana menga qo'yildi. Ona kamera. Va ba'zi bir videolarni ko'rmoqdamizki, ba'zi bir piyodalar ushbu yo'lakchadagi chiziqchani bosib olishyapti va har bitta o'tgan avtomobillarga 412 ming so'mdan jarima kelishiga sabab bo'lmoqda. Hurmatli haydovchi va hurmatli piyodalar, sizlardan bitta narsani iltimos qilamizki, siz ham balkim piyoda yurayotgan andijonlik fuqarolar, siz ham balkim bir kun mashina olib mashinada yurishingiz mumkin. Ushbu holat sizning ham boshingizga tushsa, ne kuyga va qanday so'kinish bilan ovora bo'lasiz. Va bu narsa haydovchilarimiz uchun ham tegishlidir. Hurmatli haydovchilar, piyodalar o'tish zinagini ko'rdingizmi? Iltimos qilamizki, sekinlang. Chunki sekinlamasangiz mana shunday avtohalokatlarga sababchi bo'lib qolasizlar. Ushbu videomizni Andijondagi barcha shofyorlarimizga jo'natib qo'ying va malol kelmasa kommentariyaga ham o'z izohingizni yozib qoldiring. Va ko'plab vatandoshlarimizga yetib borishligi uchun like tugmachasini ham bosishni unutmang. Biz esa boshlaymiz. Xabaringiz bor, Andijonda mebel ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekistonda birinchi o'rinda bo'lsa, Namangan esa darvozalar ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turibdi. Albatta, uyingizning eng ko'rikligi bu kirish, ya'ni darvoza chiroyli bo'lsa, bu yog'i ham chotki bo'ladi. Namangan darvozalarini bilgan biladi, bilmagan esa endi bilib oladi. Albatta ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing, batafsil ma'lumotni esa o'sha yerdan oling. Namangan darvozalari eng ishonchli va sifatli hamyonbop darvozalardir. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan bloger Hayotbek. Xabaringiz bor, piyodalar o'tish zinagini oldiga kameralar o'rnatildi. Va ushbu kameralar sun'iy intellekt orqali zaps qilinmoqda va jarimalarni ushbu sun'iy intellekt orqali jo'natishmoqda. Xo'sh, bu qanchalik to'g'ri? Va ba'zi bir shofyorlarimiz qonun qoidaga tupurib qo'ygan joyda shunday yo'lakchalardan piyodalar o'tish yo'lakchasi, hattoki svetoforlar, nafaqat svetofor, balki katta yo'llarda ham yo'l bermaydi. Yo'l bermaganligi sabab mana shunday avtohalokatlar sodir bo'laveradi. Xo'p, bu narsani men nega aytmoqdaman? Ushbu narsalarni ko'proq piyodalar o'tish yo'lakchasidan yosh bolalarni urib ketayotgan shofyorlarimiz talaygina ko'payib bormoqda. Chunki piyodalar o'tish yo'lakchasini zinagini ko'rgandan keyin har qanday tezlikda bo'lsangiz, chunki bu zinak uzoqdan ko'rinadi va sekinlang, tormozingizni bosing. Agar bosmasangiz o'zingizni ham ushbu urib yuborgan insonni oilasi yu farzandini, ota-onasini qarg'ishiga qolasiz va bir umr sizni qarg'ab o'tadi. Va bitta narsani ham men iltimos qilardimki, maktablarda va bog'chalarda hurmatli o'qituvchilar, o'quvchilarga yo'l qoidani harakatlarini tushuntirib boraylik. Yo'ldan o'tayotganda chapga, o'ngga qarab turib o'tishlikni va har qanday yo'llardan emas, piyodalar o'tish yo'lakchasidan o'tishlikni uqtirib kelaylik. Bu narsa oldin bo'lar dedi-ku, bizning yoshligimizda maktablarda bu narsalarni bizga o'qituvchilarimiz aytardi. Nega hozir aytishmayapti? Yoki aytayotgan bo'lsa ham bu beparosat bolalar nega bu yo'l turib boshqa yo'llardan o'tishmoqda? Kelinglar, sizlarga ko'p gapirmasdan Andijonni qayeriga kamera o'rnatilgan va
qay darajada ishtiroflar kelayotganini sizlarga taqdim qilsam. Marhamat. Andijonlik akalarimizga iltimos qilaman. Andijonlik akalarimiz, eshtinglar, videoda o'tkazib yubormanglar, iltimos. Ko'ringlar mana. Ehtiyot bo'lamiz. Kameramizni ham hozir ko'rsatib beraman. Mana menga qo'yildi mana. O'na kamera. Daraxtning orasida turibdi, peshovodda uryapti. 412 mingdan solyapti mana. Iltimos, ehtiyot olamiz. Iloji boricha peshxod. Mana bu yog'i Inyaz va Gidrelezdan kelish yo'li. 200 metr narida narxoz, ya'ni mashinasozlik. Bu betimiz imkon bo'lib qolgan. Oldin Uzantali edi. Uzantalining ro'parasida, ya'ni imkonni ro'parasida peshxod. Peshovodga kamera qo'yildi. Ehtiyot olamiz. Mana akalar ertalabda bitta avariyani guvohiga aylanyapmiz. Xullas, mana Damas Cobalt tarqasidan kelib solgan. Bu Cobalt peshovodga yo'l beradi. O'zi bilasizlar, Damaslarga вообще farqi yo'q. Hech qayerda ko'rmaganman Damas peshovodga yo'l berganini. Andijonda eng ko'p qoida buzadigan mashina qaysi deb o'ylaysiz? Damas. 100% Damas. Damas. Nimaga Damas? Ha? Nimaga Damas? Alohida pravas ular. Yo'q, nima deb yozilgan bo'ladi? Ularga emas, shaxsan alohida o'qilgan ularga. Damasda. Ikkinchi o'rinda Nimaga? avtobus. Nimaga? Hamma so'rasam Damas deyapti. Damasga zakon yo'q-da. Damasga zakon xohlaganda yuradi. Ko'cha Damasniki deydi. Damas eplab bo'lmaydi. Damas bo'lishi mumkin, ko'proq endi hali peshovodlarga turib oladi. Mana berdik qaysi mashina buzishini biz 10 ta odam so'ragan bo'lsam 7 tasi Damas dedi. biz Damasda o'tiribmiz, Damasda yaxshilaymiz. Eng ko'p qoida bo'lgan mashinami? Endi ko'chada hammasi ham bo'lsa, ko'proq Damas haydovchilar. Damas? Avtobus ham ko'p buzadi. Rostdan ham Andijonimizda Damaslar ko'p. Sizning fikringiz nimada? Andijonda eng ko'p qoida buzadigan avtomobil qaysi? Fikringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Okalar tepada ko'rayotgan videolarda peshovodga mashinalar yo'l bermayapti. Shu sababdan 1700 ta mashinaga 3 kun ichida jarima yuborilibdi. Bunga eng asosiy sabab nima deydigan bo'lsak, peshovodga o'rnatilgan kameralarga sun'iy intellektni ulab qo'yishibdi. Shu sababdan 3 kunda 1700 ta mashina jarimaga tortilgan. Endilikda poytaxtimizda 30 ta kameraga sun'iy intellektni ulashni mo'ljallab turishgan ekan. Shu sababdan sizlarga ogohlantirish tariqasida bu videoni olib chiqaryapman. Peshovoddan odam agarda o'tayotgan bo'lsa, ko'rshinglar bilan to'xtanglar okalar. Agar o'tib ketadigan bo'lsanglar, sizlarga ham jarima borishi aniq. Sun'iy intellektni bilasizlar, hozirgi kunda barcha turdagi sohalarda juda katta yordami tegyapti. Sun'iy intellekt o'sha odamlarni ishsiz ham qoldiryapti. Shu sababdan peshovodga yo'l berishinglarni so'rab qolamiz. Ham odamlar uchun ham bu foydali, ham o'zingizlarning cho'mchagingizga ham foyda. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu videoni peshovodga yo'l bermaydigan do'stinglarga yuborib qo'yinglar. Keling. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli harakat ishtirokchilari. Mana ko'rib turishingiz mumkin, piyodalarimiz yo'lda belgilanmagan qatnov qismidan harakat ishtirokchilariga, haydovchilarga qatnaydigan holda harakatlanmoqda. Assalomu alaykum, yo'l patrul xizmati inspektori Saqolovchining yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Nima yo'lda belgilanmagan qatnov qismidan kesib o'tib kelyapsiz? Amaldagi yo'l harakati qoidalarining 15-bandini qo'pol tarzda buzib, o'zgalar hayotiga, transport vositalar erkin harakatiga xalaqit berib o'tib kelyapsiz. Mumkin emas, qoidabuzarlik hisoblanadi-ku. Qarang, sizga bitta savol bering, ma'lum? O'zingizga qulay joydan o'tdingiz. Haydovchi sizni turib ketsa, kim aybdor bo'ladi? Men aybdor bo'laman. Siz aybdor bo'lasiz.
Lekin nega aybni o'zimizdan qidirmaymiz-da, haydovchidan qidiramiz aybni. Haydovchilarni ham ozroq o'ylanglar. Yo'lni belgilangan qatnov qismidan o'ting. Bir safar kechiraman, ikkinchi safar qonuniy chora ko'ramiz. Qoidalarga amal qiling, yo'l harakati qoidalariga. Andijon shahri Amir Temur Shoh ko'chasida yana maktab o'quvchisi boshqarayotgan avtomashina aniqlandi. Ana qaysi mindi, men minganim yo'q. Qaysi mindi? Ana ona bola minga chaqilyapti. Shashir oldisizmi? Anis. Yo'q, Nimaga mindingiz? Nimaga mindingiz? Sizga to'xtatish chorasini berdim. Sirena choldim orqangizdan. To'xtang o'shaga dedimmi? Eshitmadim bu qulog'imda barqaror ketdi. Yoningizga ham keldimi patronda? To'xtang dedim. Ocholmaysiz baribir dedim. Oxir taqdim etib to'xtadim aka dedingiz. Orqaga o'tiringizdan nimaga eshikdan qochib ketyapsiz yana? Men suyunchgani bolaman desam, yo'q ekan. Shu to'rtga yugurib ketyapsiz. Hamma yoqqa turib. Minmadingizmi siz mashinani? Yo'q, akajon men minmadim. Oshnangiz mindimi? Boshqa mindi. Hozir odam ham urib oladi-da. Qada odam urib yuboradi? Oyda. Peshobod aka. Shuning uchun-da mana. Nechanchi sinfsizlar? 8mi, 9mi? Men maktabdaman, akajon. Bu nechanchi sinf? 9-sinf. 9-sinf, ha? Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Ko'p murojaatlar tushib turibdi. Uka to'langan multiradarlarni qayta bosam bo'laman deb. Qayta bosa bo'ladi. Nechanchi yil o'tganisidan qizig'i yo'q. Ati multiradar bo'ldimi, u noqonuniy. Shuning uchun gaydin sizlardan olgan pul ham qonunga zid hisoblanadi. Bu pul sizning haqqingiz, buni chiqarib berishga gay majbur. Faqat birinchi o'rinda shu multiradar shtrafingizni sudda yopib olishingiz kerak bo'ladi. Ba'zi odamlar kelib boshladi, kimgadir 6,5 million chiqardi, kimgadir 6 million 200 ming, kimgadir 4 millioncha ming общий shu kungacha to'lagan multiradarlar. Bir qator ko'ringlar, programmangizga kirib, istoriyaga kirib, qaysi bir multi bo'lsa, murojaat etsangizlar bo'ladi. Buni yili bilmay yurgan, qaytib olsa bo'latonini taksistyorlaringizga, ko'pcha to'llarga yuborib qo'ysangizlar bo'ladi. Telegramim ochiq, so'rovlaringiz bo'lsa shu yerga tashlaveringlar. Videomizni yakunlashdan oldin men yana takror va takror iltimos qilaman. Hurmatli haydovchilar va hurmatli piyodada yuradigan insonlar, fuqarolarimiz, shofyorlarni ham hurmat qiling, shofyorlar ham piyodalarni hurmat qilsin. Yuzga bosmang, yuzga kiring degan maqol bejuz emas. Ko'rishgunga doir sog' bo'ling, omon bo'ling.